Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Yangi bir qatımlıq Uçuq söhbət proqramımızı görüşünlərinin qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmələrimiz hammalar məlum bolğandak yıllardan buyan davam qılıb atqan proqramımızda xilma-xil temalarda məyli dini sahədəki bolsun, siyasi sahədəki bolsun, milletimizin beşiği kilib atqan hər xil mövzularda vaxtı-vaxtıda şu sahəninki mütəxəssislərini ilim əhlinə çağırıb vaxtı-vaxtıda söhbət qılıb kilib atımız. Bugün şunun cümləsinin huzurunda oturubduq, elanımızı bəgəndik. Bugünkü əziz mehmanımız həmala tunuşub bolğan hörmətli Ustaz Şərq Türkistan Ölümalar Birliyi əzası şunaqla Sutuq Buğraxan İlim və Mədəniyyət Vaqfi muavin rəisi Muhammed Ömər Qaracım təklif qıldıq. Qümətli vaxtını çıxarıb qədəm təşərrüf bəgəli üçün köp rəhmət etdiniz. Allah razı olsun. Qadirli görürmələrimiz proqramımız YouTube və Facebook kanallarımız arqılıq tarix qılıb atıdı. Ekran alda çıxıb durub atqan nömrümüz şunaqla ictimai fikir vasitələrindəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq proqramımızға əlaqədar hər qandaq fikir təklif olsa, berişinlərini, suallarına olsa, soruşunlarını ümid qılımız. Şunaqla köplügən qeyrindaşlarımızdan faydalanış üçün həm bəhərləb qoyuşunu, həm unutmağa istəyəm. Bugünkü temimiz elanımızda bəgəndək bahane östürgüçülər diqqət degan şəkildə mavzu qoyğan bulduq. Əlbəttə, nimişqi qoyğanlığımızın proqram cəryanında texamı təfsili tunub ötümüz. Həmmizgə məlum, Türkiyədə yaşayatqan nurgun xalqımız Türkiyədə yaşayatqan şu dollarla İgiz Paspolis səbəblik şu yaxınqı bir ayıldan bu yan bütün nəsdə bahanın ciddi ösüb ketkənligini his qıladımız. Əlbəttə, bu dünyanın başqa caylarına mıxıl şəkildə təsir körüstüdür. Muhacirətdəki xalqımız xilma-xil səviyyədə yaşayatqan dekin bu türdəki suallarımı əlbəttə məyli Ölümalar Birliyi olsun və ya ki bizlərgə inkaslardan kör olalayımız şundaq öy icarələrinin tuyuqsuz östürülüb östürülüşü öy egelərinin ki muşu məsələlərini İslamның ki qandaq bir göz qarşı bu məsələdə degan əsli Müslüman belə qandaq yad yaşasın şundaq qiyinçılıq günlərdə bir-biriga qandaq yardımda bo'lişi, qandaq qilishi kerakligini ta sahabilarning davridan tortib buni bir musulmonning tutishga tegishli pozitsiyasini bugun inshaalloh buni bir paranglashib o'taylik deb o'ltiribdik. Undan sonra bevosita programmamizga kirib ketsak, hurmatli ustoz. Oldi bilan shu mal bahosini va yoki ijorini o'stirishning hukmidan boshlab kirgan bo'lsak bevosita. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve mevvala. Amma ba'd. Hemmimizge ma'lum bo'lganidek bu mal bahasının o'sishi Turkiyada emas, bütün dünya miqyosida bo'lgan bir mesele, iqtisodiy krizisga duch kelyapti bütün insoniyat. Shuning jumlasidan Turkiyada yashagan musulmonlar shu shamolning uchquniga tegib bunu ma'lum bir insan yoki bir tijoratchi, iqtisod va bir odam buni oldini to'sib qola oladigan bir masala emas. Ama her bir insan yüzününki mümin bo'lish sifati bilan bu masalalarga qanday muomala qiladi? Mesela müşahede. Bizga Ölümalar Birliyi kelgan nurg'un savollarda mayli uy ijarasi olsun, mayli do'kon olsun, shunga o'xshash ticaretning turlarida to'xtam qilib, to'xtamning vaqti to'sishdan burun dollar o'sdi degan bahonalar bilan ijorini yoki shu to'xtamni buzib bahoni ko'targan ahvollar eg'ir bo'lganlik uchun nurg'un savollar keldi. Bugun bu yerda biz bu masalalarga islom qanday qaraydi? Mushaqda to'xtalib o'tamiz. Hamda bu bir axloqiy masala. İslamda axloq bilan aqidaninki alayda zich munosabati bor. Biz qaraydigan bo'lsak, nurg'un oyatlarda Alloh subhanahu va taolo mayli amr olsun, mayli nahiy olsun, bunu bayon qilishdan ilgari iymon bilan sifatlangan kishilar deb turib bayon qilib, undan keyin farmonni tushunganligini ko'rib olaymiz. Masalan, adolat haqida Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist deydi.
Yani iman bilen sübetlengen Allah subhanahu wa ta'ala'nın birlik ve barlıkka iman etkan, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hakik peygamberlik iman etkan, Kur'an-ı Kerim'nin Allah'ın kitabı ikellik iman etkan, ahiret iman etkan, muş imanның erkalları bilen sübetlengen kişiler sizler adaletini Allah için berpa kılınlar dep evvelen imanını sübetini bayan kılıp boğandan keyin andan keyin bu adaletini berpa kılıştan ibaret bu güzel ahlakını bayan kılgan. Şunun okşaş onundan başka gayvet şikayetini yarak duruş, başka onansız guman kılışını terk etiş hakkıdır Allah subhanahu ve ta'ala Ya eyyühellezine amenu ictenibu kesiran minel-zanni inne ba'dal-zanni ism ve la tecessesu ve la yagtab ba'dukum ba'da. Yani iman bilen sübetlengen kişiler sizler onansız başkalarına guman kılmanlar, başkalarının eypini etiş için casusluk kılmanlar ve özara gayvet şikayet kılışmanlar diyen şu güzel ahlakdan bayan kılıştın ilgiri mi? Yani akide, imanını ilgiri kılıp bundan keyin bu sübetlerini bayan kıldı. Hem de bu toxtamını buzuş yoki toxtamga vafo qilish meselesi mi? Bir ahlak münasebetlik bayatın degende Allah subhanahu ve taala ya eyyuhellezine amenu awfu bil uqud. Ey müminler sizler özara qilishgan toxtamlaringlarga ahdilarga vafo qilinglar deydi. Bugün günde namaz o'qinglar, zakat beringlar, haj qilinglar, ro'za tutinglar degan buyruqqa amal qiladigan Ama toxtamga vafo qilinglar, o'zinglar roziliqinglar bilan qilishgan toxtamga vafo qilinglar degan bu ahdiga, bu farmonga xiloflik qilayotgan musulmonlarni ko'rib olamiz. Biz biladigan nurg'un kishilar, mush yaqindan biri o'zi ijara bergan mayli uy bo'lsin, mayli do'kon bo'lsin, buningki o'z vaqtida biz bergan vaqtida mancha dollar gufto kiriti, hozir bergan lira, turk lirasi buning yerig'i muttu kelmaydigan bo'lib qoldi. Uning uchun biz bahoni kütürmeyiz deb yani toxtam bitmezden cidal macra kılgan ahvallar bulağlık. Hem de Allah subhanahu ve taala müminlarga sizler kitabının bazısına iman etip bazısını inkar kılamsızlar diyen ayetler var. Efetu'minuna bi ba'dil kitab ve tekfuruna bi ba'd. Yani bunda kılganlarının cezası nimo dese dünyada harlık ahirette katlık azap düşer olduğunu Allah subhanahu ve taala bayan kılgan. Şunun için namaz okugan, zakat vergen, İslam'ın erkanlarına icra kılgan bir mümin yüzü özara, yüzden karindişi bilen tüzgen toxtamga vafo qilishi, men bu mu ilahi fermanınki bir türü. Şunun için icra degan mu ilim setimga o'xshash bir ticaret. Bazı vaqtida ağan narsin joyida satanmaydigan, ya jiq paydasiga satadigan, yoki ziyniga satadigan ishlar bo'lganidek İcariga bergan vaqtidami ya bahoning o'rilishi ya boshqa sabablar tufaylidan ziyon tortadigan yoki foydaladigan ishlar bo'ladi. Shuning uchun Allah subhanahu va taoloning bu farmonini ijro qilish uchun har qanday bir mu'min to'xtam qilishdan burun mayli u bay to'xtam bo'lsin, ilm setim to'xtami, mayli ijara to'xtam bo'lsin, buningda o'zi o'ylanib buni qilsam qanday bo'ladi deb oldi keynini baza bahasını uqup imza qo'yishdan burun boshqalar bilan labzi ilm setim qilishdan burun ixtiyorlikda xolis qiladi, xolis qilmaydi. Ammo to'xtam qo'ygandan keyin mush qo'yilgan to'xtamga tarix bitganga qadar amal qilish bu bir musulmonning go'zal axloqi. Buning vafo qilishchi mu'minlikning alomati. Şuna evfu bil uqud degan oyatni ulamalar, tafsirchilar nima deydi desa, ya'ni o'zinglar ahd qilishgan to'xtamlarga vafo qilinglar deydi. Ya'ni tarix tuganga qadarchi buni vafo qilinglar, buni xiyonat qilmanglar deydi. Ya'ni xiyonat qilsa Allah subhanahu va taolo jazolaydiganligi, ammo vafo qilsa mu'minning go'zal axloqi bo'lib Allah subhanahu va taolo bununla katta ecrinin birdiğinliğini bayan kılıqlıq. Başka ayetlerim yana "Awfu bil ahd innal ahde kana mas'ula." Siz ahdige vafo qilinglar. Ahdi soruludu degeni ahdi qilgan kishi, ahdinin egisi soruludu. Vafo qilgan bo'lsa savab berish bilan, ammo uning vafo qilmay xiyonat qilgan bo'lsa jazolash bilan soruludu.
degan mazmunda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo yana boshqa oyatlarda va awfu bi ahdillahi iza ahadtum va la tanqudul aymana ba'da tawkidiha va qad ja'altumulloha alaykum kafila deydi. Sizlar Allah'ın ahdisga, ya'ni sizlar Allah'ni guvoh qilib turib o'zaro musulmonlarning orasida qilgan ahdilarga vafo qilinglar. Va sizlar qasamlaringlarni Allah'ni kepil qilib turib qilgan qasamlaringlarni sizlar buzib o'tmanglar. Allah subhanahu va taolo sizlarning qilgan qilmishlaringning hammasini bilib turdi deydi. Shuning uchun har bir mu'min, ya'ni nurg'un vaqtida mu'minlar chiqim ketmaydigan badaniy ibodatlarda sinoqdan o'talayotidu. Hajga bora oladi, zakat berdi, buningdan nurg'un musulmonlar chiqib ketibdi bu sinoqdan. Ammo namozni nurg'un musulmonlar o'qiydi, ammo iqtisodiy masalaga kelgan vaqtida nurg'un musulmonlar bu sinoqdan o'tolmayotidi. Bu ibodatni joyida ijro qilinmayotidi. Mal degan insonning qalbiga suyimlik narsa. Haqiqiy mu'min mayli o'zining foydasi bo'lsin, mayli o'zining ziyniga bo'lsin, o'zi qilishgan ahdiga vafo qila olsa haqiqiy mu'min bo'ladi, go'zal axloqli musulmon bo'ladi. Go'zal axloq Alloh subhanahu va taoloning dargohida eng mizonida eng ig'ir o'ltiradigan amallarning qatoridan. Shuning uchun xalqimizdan tunji qilishgan to'xtamga vafo qilishni, sabr qilishni, dollar ko'tarilsin, yevro ko'tarilsin, TL'ning qimmat qilmasin, nim bo'lsin, nim bo'lishidan qat'iy nazar sabr qilib turib, to'xtam to'shqandan keyin andikin o kishi bilan yana murassa qilib qayta to'xtam qildigan vaqtida andikin bahoni ko'tarish yoki o'z loyiqini berishni shu vaqtda deyishi, ammo to'xtam tugaganga qadar shu to'xtamga vafo qilishning majburiy bir ish ekanligini bilib qilishini xalqimizdan buni umid qilamiz. Xo'sh. Alloh razı olsun ustoz. So'zlarning beshidan shu dollar o'sib ketdi deganni bahona qilib degan bir so'z chiqdi. O'sib ketganligi bahona emas, haqiqat bo'ldi ham hozir. Aminat o'sib ketdi. Mushundaq ahvoldami qat'iy uni bilganmanda bo'lib qoldi. Masalan, bu men sizdan ijarani elib, men shu turmushimga keltirdim degandek so'zlarni qildi ham normalda qilmasha o'tirsida. Bundaq so'zni qilib mushundaq qilibmi talab qilish bo'lmamdi va yoki agarda ijarada o'ltirayotgan kishimi mesela o'zini bilib u talab qilmagan taqdirdami biraz mana bir bilganmanda ahvol bo'lyotdi. Biraz o'stiray deb deyish kerakmi mesela bu masalada? O'shani bu o'zaro ilm setim qilgan odammi ep bo'lgandan keyin pushman qilib qolsa, sotquchining qishqi berib, qarindishim men mana xato yapsaptimi? Yandurpasingiz desa, sotquchi bo'pti men buning bir xayr ihson qilay deb yandurpasa buning katta ajrning berildiganligi haqida nurg'un hadislar bor. Shuning jumlasidan payg'ambar alayhisolatu vasallam man aqala asarata muslimin aqalallohu asaratahu yawmal qiyamah deydi. Qandaq bir odam bir musulmonning bir qiyinchiligini ketkizsa, Alloh taolo qiyomat kuni uchun uning qiyinchiligini ketkizadi deydi. Ya'ni inson ba'zi vaqtida tijoratda pushman qiladigan ishlar bo'ladi. Bu mutlaq kimga qoladi desa, sotquchiga qoladi. Sotgan kishi bo'libdi deb tijorat bu nimani yandurpasa, u ixtiyorlikda. Ya qarindishim men siz bilan lavzi qilib to'xtamlashib bu bitib bo'ldi. Mush to'xtam bitgan vaqtida keling, shu vaqtda binas deyish bu haqqi. Sotib olgan bo'lsa men sotib oldim. Ayrıldık. Bir adam bir savdoni qilgan bo'lsa, mayli u tijorat bo'lsin, mayli ijara bo'lsin, qo'pashdan ilgari yenivelish yoki davom qilish ash adam erkin. Şuna el-bey'ani bil xiyari ma lam yatafarraqa deydi. Ağan satqan ikki kishi ayrılıp ketmagan bo'lsa, shu majlisda bo'lgan bo'lsa, ixtiyorlikda deydi. Yenivelish ixtiyorlik. Yenivelish ixtiyorlik bor. Qimmat bo'lib qolibdi, olmayman, develish ixtiyorlik bor. Ammo ayrılıp bo'lgandan keyin bu bey'i mulzam, ya'ni ijro qilinish vojib bo'lgan to'xtamning qatoridan bo'lib ketadi. Qaytib kelgan vaqtida xolisa yandurpirdi. Xalis yo'q biz to'xtam qilib bo'ldik desa haqqi. Bu ijara ishtirdimi? Buni hech kim bilmaydi. Dollarning o'rilishi, bozorning egiz past bo'lishini bir odam bilmaydi. Xo'sh. Mayli bozordagi tijoratchi bo'lsin, mayli ijarachi bo'lsin, hech kim bilmaydi. Hamma odamga sen buni qaytarib berishing kerak, digil tursa, tijorat olmaydi, ijara olmaydi. Shuning uchun ayda qiyinchilikda qolgan kishilarning
qiyinchiligini ketkizish bu musulmonning axloqi. Ammo yo'q, biz to'xtamda shunda yozishgan, to'xtam tugagandan keyin vaqt to'shqa vaqtida keling, shu vaqtda bir narsa deyishili, men shu vaqtda muvofiq bir narsa qilib beray desa, bumi shu ijara beruvchininki yo sotuvchininki ixtiyorligidagi ish. Ammo men uni nima qilib bermayman. Biz to'xtam qilishgan peti, shu peti mangimiz qo'l qo'yishdik, ahd qilishdik, lavz qilishdik desa, shariy nuqtadan jo gunohkor olmaydi. Ama mesela icari o'ltirayotqich masalan 2 yillik to'xtam tuzgan bo'lsa, o'stirib yoki uydan chiqib buni deb deydi-ku, degandekin, yo'q men to'xtam tugigacha men o'stirmayman, o'zingning pulini berman deyishgan to'xtamdagi. Tugiga vaqtida chiqaman desam haqqi-ku uniki. Buning haqqi bor. Chunki sotquchi azam bo'lib qolibdi, men qaytarib olaman. Deyish haqqi bo'lmagandek, men ijara kashim uchun uni buzish haqqi yo'q. Xo'sh. Ammo ko'tarilmaydi. Ma'mucho buzolmaydi. Ikkinchisiga vojib bu. Qachon shu to'shqanga qadar mayli 2 yil bo'lsin, mayli 1 yil bo'lsin, to'xtam to'shqandan keyin endi qayta, endi 1 yillik yo 2 yillik to'xtam to'shdi. Buningdan keyin endi shu muvofiq bir shaklda bozorda manchilik bo'lib o'tibdi, men bir xayr ehson qilib, manchilik qilib bering yoki desa, yana shu vaqtidami men yo'qman bozor bahos qilma deyish erkinlik bor. Men bilib olsa qildi. Bu bir haqqi. Ammo biz onu tavsiye qilmaymiz. Bir musulmon bola sifati bilan o'zining qarindishi qiynalib turayotgan bir holatda, agar bozor bahasi emas, bundan biroz tushirib, uning kirimi qanchalik, uning qanchalik chiqimi bor. Buni ko'z tutgan asosda muvofiq bir shaklda qilib berish bir go'zal axloq bu. Chunki belgi chiqib yaratganmi Alloh, og'ich qilib yaratganmi shu Alloh. Ya'ni sen başkalarına icariga belgidek bir mülkünün boğallığı Allah'ın nimeti bu. Bu nimetin şükranesi nimo dese, Allah Teala sana için beğenmeyen kişilerge hayır haklık kılış, gamkorluk kılış. Bununki kıyınçılığını közde tutuş, bu güzel ahlak. Şu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nurgun hadislerde Rahimallahu imran samhan iza ishtara ve iza ba' ve iza iqtada deydi. Satqa vaxtida, yak bir narsa setvaga vaxtida yoki boshqalardan qazin talab qilgan vaqtida keng qo'saqlik qilib qilgan bandiga Alloh subhanahu va taolo rahm qilsin deydi. Yana innama yarhamullohu min ibadihi ar-ruhama deydi. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarining ichidan rahm qilguvchilarga rahm qiladi faqat deydi. Xo'sh. Unda o'gandikin mehr shafqat qilish, g'amxo'rlik qilish, meni Alloh taolo ağaç kol emas, bəgiç kol qıptı deb buni nimetinin şükranısını ada qilish yüzüden şu yoksuz kişilerge, qiyinchilik va ehtiyojlilarga, o'quvchilarga, men bularga ijarani muvofiq shaklda qilib berish, men bu go'zal axloq. Xo'sh, xo'sh. Buning keyin sahabalarninki tadqiqoti, namunalarni ko'ramiz uni. Bu bizning hayotimizdan bo'lgan bir ish emas. Boshqa musulmonlar bizning ajdodlarimiz biz ölgü olduğun sahabeler bu vakit qanday qilib ekan buni keyin hozir ko'ramiz. Tamamlandı biz yuqorida ijarada bekrak to'xtaldik-da. Tijoratchi mol bahasi masalasini kelsak hamda bu dollarning o'sishilar umumiy o'sdi. Albatta birisi har qanday bir musulmon bir tijoratchi ma'lum miqdorda bir ambarga bir narsani so'lab qo'yib, bilgan elib bahas, bilganki bahada yoki kallasini ishiltib ketib bir oydan keyin o'sadiganligini xabar topdi. Ambarga solab qo'yib, keyin o'skanda sotaman desa, buning qancha gunohkor bo'lganligi dinimizda ochiq so'zlaklik. Men bu yerda shu narsaga diqqat tasdiq deb o'ylayman. Mal o'smagan vaqtida oldi u narsani. Ham bunda niyat yo'q. O'smagan vaqtida necha yuz xalta masalan misol kelsak un yoki yog' necha tonna narsani yig'ib oldi do'konaga. Arzon bahada oldi masalan 50 so'mdan oldi deydi. 50 TL 50 liradan. Uning kendi tuyuqsiz o ep bo'lgandan keyin necha kundan keyin mal o'sib, nechasi o'sib ketdi bu mal. Bu musulmon qo'lda olgan shu ambarga besiqliq necha yuz xalta un yoki yog' bir narsani bugungi o'sgan bahada qimmat shaklda nechasi ustiga qo'yib satamdi yoki o'z vaqtida shu azon elib o'zida foydasini ustiga qo'yib qondirib satqandek setish kerakmi yoki qimmat bugungi bahada setish kerakmi? Bu her qanday tijoratchi azon elib qimmat satsam deydi. Bu normal tijoratning tabiiyati shu. Hech kim qimmat elib azon sotadigan bir tijoratchi yo'q. Albatta. Normalda bir narsani oldi, masalan bo'libmi,
Müslümanlar ihtiyaçlık olan uzuk tülük hoşlaş narsalarni setip aldı. Bunun da alayda bazağı tesir gösterиш maksadida çoğun miqdarda setip alib, andikin bazanınki kötürülüşünü kütüp, Müslümanların ihtiyaclık olan narsasini bazağı sanmay, bunda turib elish Allah Taala lanet kılgan bir iş bu. Bunu ihtikar deydi, o monopol kılıp elish deydi. Ama normalda siz degandek bir narsani ayında açtık, un buğdaydek ya ondan başka haseldek insanların uzuk tülük kündülük ihtiyaclık narsalarını aldı, ağandan keyin bazağa kötüreldi. Kötürelgen bolsa, şu kötürelgen bağı sassa günah görünmeydi. Mayli o hatta bir qancha hassi bo'lib ketgan bo'lsin. O ticaret degan shunda bo'ladi tabiiyati. Ama bu yerdeki çeklengen, Allah lanet kılgan, Allah haram kılgan iş neymi o dese, bazadaki bütün mallarını yığıvelip, bütün buğdaylarını yığıvelip, bütün ununu yığıvelip, ya şikani ya tuzunu digendek nesini yığıvelip, kişiler bazadan tapanmaydı ama kalırsa ambadı çoğu, o besiklik. Nemini kütüp durdu o dese, tekim o soğudununki bazanın bahasının kötürülüşünü kütüp durup, Müslümanlığa muşakkat sep koyduğun bunda halet kılış, Allah çekilgen, Allah haram kılgan iş. Bu çeklengen. Ama normalde bir narsani aldı, onu elip setip oğucu bazağa kötürülüp gitti baha. Kötürülüp gitken bolsa çıkıp şu bazağa bahası satsa bunu onu günahkar olmaydı. Normal ticaret kılan bu. Hoş, endi to'xtam to'shmay turib ijarani o'stirishga bo'ladimi degan savolim bor. Uning albatta javob chiqib qoldi asosiyatdan. Endi biz musulmon bo'lishibmiz va albatta hozir bo'lib qolgan bir ish emaslar. Tarixda nurg'unlagan davomliq shunday qiyinchilik zamonlar keldi musulmonlarning boshiga. Sahobalardan bir qancha bir o'rnak anglab o'tsak. Endi yuqorida siz degandek bunda ahvollar zaman bo'lib turdi. Alloh subhanahu va taolo insonlarningki qilmishlarining tufaylidan sınaş üçün bazı ayında qahatçilikdek iqtisadi krizisler bo'lib turdi. Biz köpinci vaqtida özümüzün hayatını Peygamber Aleyhisselam'ın hayatıga, Peygamber Aleyhisselam yaxshi ko'rgan sahabelerinin hayatıga örnek gelip biz aşında bulalasak Allah da razı bo'lgan kişiler ular. Bizden mi Allah razı bo'lsa Allah'ın cenneti kiramizki degan maqsadda davamlı Muşunda meselelerde Peygamber Aleyhisselam qanday qilgan, sahabe qanday qilgan, qanday muomala qilgan muşunda krizislarga deb shulardan örnek alamiz. Bir misal Peygamber Aleyhissalatu vesselam Eş'ari kabilelerini maqtagan. Abu Musa Eş'ari radıyallahu anhu'nun kabilesini maqtagan. Maqtab nim degan desa innal eş'ariyyina iza ermalu fil gazw أو قل طعام عيالهم بالمدينة جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم متفق عليه حديث İmam Bukhari Müslim rivayet kılgan. Peygamber Aleyhisselam bu hadisinin mezmunu Eş'ar kabilesi ular meyli bir cihat çıkan cihat meydanında ma'rikede olsun ya ki şehirde olsun Medine'de bularning uzuqlari tugab qolsa yoki aziyib qolsa hammasi banasini akilib bir bisatning ustiga tashlaydi. Mayli buğday, mayli qo'noq, mayli guruch, mayli o xurmo olsun, nim bo'lsin o'tirib qo'ydi. O'tirib qo'yib bo'lgandan keyin andikini hammalar o'xshash shaklda bir o'lcha kamchildicho buni taqsim qilishdi. Men bulardan ular menden. Men Eş'ari kabilesinden, Eş'ari kabilesi menden deb şu Peygamber Aleyhisselam bu şerefini bergen. Yani bu Müslümanlarning qiyinchilik duch kelgan vaqtida yo'qsizlar o'zining qiyinchilik bilan yashaydigan, mal-mulki baylar o'zining rohat parog'ida faqir miskinlarni unutib yashaydigan bu güzel axloq emas. İslamning axloqi emas. El-malu malullah vel insanu mustahlafun fi deydi. Mal ameliyatı Allah'ның meli. Allah subhanahu wa ta'ala bayni yaxshi ko'rganlikdan uni bay qilib qo'ygan, kambag'allikni yomon ko'rganlikdan kambag'al qilib qo'ygan emas. Bayni Allah subhanahu wa ta'ala men bergan baylikni qanday tasarruf qiladi buni? Bu sanaqdan o'talamdi. Hammasi imtihon mashalasi. Kambag'alni Allah subhanahu wa ta'ala men qilgan mushu sanaqdan o'talamdi, yo'qsizlikdan Allah'ның qazo va qadariga rozi bo'lib o'talamdi deganlik uchun qo'ygan. Unda olgandaki mal Allah'ның meli, Allah Teala insanın için onun halif qilib qo'ydi. Fayanzura kayfa ta'malun. Yani qanday ish qilasizlar debchi Allah subhanahu va taolo sizlarni halif qildi deydi. Xo'sh. Shuning uchun
Müslümanlar İslam cemiyetinde, İslami cemiyette baydek yaşaydıgan, kembagaldek yaşlımısı yok yaşaydıgan. Men bu İslam'ın güzel ahlakı emas. İslam'ın güzel ahlakı şu Eş'ari kabilesi kılgandek, Peygamber aleyhisselam maqtagandek, bala yoksuzlar çok hemkorluk kılış, ulanın koludun tutuş, uyunun icaresini birenmegen bolsa ona yardım kılış, uyunun faturalarını töleyenmegen bolsa toksu gazmınınki onu tölep beriş. Bula bilen ço muş iqtisadi krizistin çıraylık şekilde ula açıqçılıkni his qilmagan, men rahat parag'atda to'yab ketganlikni his qilmagan, güzel şekilde ütay deb ütüş, meni bu güzel ahlak. Şundan başka yana bir örnek, Abu Bakr radıyallahu anhu'nun davrida Peygamber aleyhisselam vafat bo'lgandan keyin yana qahatchilik bo'lib ketgan. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu rivoyat qilgan bir hadisda qahatchilik bo'lib ketdi deydi. Kishilar Abu Bakr xalifa bo'lgandan keyin Abu Bakrning qishig'i kelib, Allah'ın Peygamberinin halifesi yanğı uçuşmedi, ziminle bir narsa ündümedi, çağrupayla ülep ketkildi, qahatchilik yüz berdi, açıqçılık yüz berdi degan vaqtida sizlar qaytib turinglar. Kech bo'lganga qadarchi Alloh taolo sizlarga chiqish yo'li berdi deb qaytgan deydi. Qaytgandan keyin uzun o'tmay Osman ibn Affan radhiyallohu anhu'ninki Şamga avatgan vakolat ticaretdeki vakaletçileri nurgun mal mülkünü elip geldi deydi. Hoş. Bazı rivayetlerde 100 ulaklık açlık götürüp geldi deydi. Bunu anlayan ticaretçiler hemmisi Hazreti Osman radıyallahu anhu'ninki darvasını çekip biz sen bilen görüşelim. Nime gaptiyse sana nurgun mal mülk kepti. Biz onu satabilmakçı diyen kiranlarımız dese kalırsa Hazreti Osman'ınki oylisi da nurgun mal mülkle besiqliq tuğan, onda o sataysılıga dese qanchalik payda verisizlar deb tijoratchidan so'ragan. So'rasa 10 tangaga og'inini 12 tangaga olalar desa, yo'q, men uni sotmayman. Uningdan qimmat bahoda oladigan mushtarim bor mening, xaridorim bor degan. Xo'sh. Yo'q, 10 tangaga og'inini 15 tangaga olalar desa, yo'q, uningdan qimmat bahar aladigan xaridorim bor mening degan. Degandikin sahabalar bu yerda bizdan boshqa tijoratchi yo'q Madinada. Sening melingni elib tijorat qila oladigan meni mush sening o'ylangdiki kishilar bor, sening sariyangdagi kishilar bor. Kim o sana hassalat bizdan yuqori foyda berib qiladigan degandikin Alloh subhanahu va taolo. Alloh taolo bir tangaga 10 yaxshilik, bir yaxshilikqa 10 yaxshilik, bir tangaga 10 tanga hesaplab belki onundan 700'lik aladigan Parvardigorim bor. Men sizni guvoh qilaman, bütün shu mal mulkning hammasini men Madinaning faqir miskinlarining hammasiga sadiqa qilib hadiya qilib etdim degan. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu deydi, men shu kuni berib uxladim deydi. Ma keyingisi biraz zayıfroq rivoyat. Uxlagandan keyin Peygamber aleyhissalatu vesselamni tushimda ko'rdim deydi. Tushimda ko'rib Peygamber aleyhissalam nayeti güzel bir tonni kiyibdi. Keçiga o'xshash dulduldek bir nimani ag'moqdek bir narsani minibdi, bir uloqni. Nayeti tiz mingatdi deydi. Peygamber aleyhissalam mening o'tlimga kelgan vaqtida ya Rasululloh, "Voy, nega aldiraylar? Biz sizni seg'inib ketdik, biz sizning hadislariga ishtiyoq bog'lab ketdik, seg'inib ketdik. Voy, birdan to'xtasa nega aldiraylar?" desa Peygamber aleyhissalam dediki, Hazreti Osman bugun bir xayr ihson qildi. Alloh taolo bu xayr ihsonni qabul qilib, jannatda hurul ayndan birini epadi. Men shuning to'yiga ketib borman deb aldirab manganligini ko'rdim tushimda degan Hazreti Osman radıyallahu anhu. Yani Peygamber aleyhisselam sahabelerni meni shunday tarbiyalagan. Sahabelarni davomli darvishlikka, tarki dunyo ulashga tavsiya qilmagan Peygamber aleyhisselam. Ba'zanlarki faqir miskinlar baylardan jannatga 500 ming yil burun kirdi, baylar hisobini berib bo'lmay keyin kirdi demisi batıl aqmaydigan gaplar. Peygamber aleyhisselamning sahabelarının içinde Osman ibn Affan radıyallahu anhu, hazırki atalğıda milyarder sahabeler. Xo'sh. Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu milyarder sahabeler. Men bularning boy bo'lishini Peygamber aleyhisselam to'smagan. Ama Peygamber aleyhisselam bularni tarbiyalagan. Nimaga tarbiyalagan desa, mal Allohning meli. Biz onun için qanday tasarruf qilishda igi qilindi. Biz bu sanaqdan o'talisak Alloh taolo bir yaxshilikqa 10 yaxshilikni
758 yaxshilikni mukofotlab berdiganligini mushunga tarbiyalagan. Shuning uchun Payg'ambar alayhisolamning sahobalari hech vaqt sahobalar ocharchilik qilgan vaqtida o'zi oilasi cho'ng bir binolarda yetib olib jamiyatdagi faqir miskinlarni tashlab qo'ygan bunda holatni cho'q ko'rmaymiz. Shuning qatoridan yana bir o'rnak Tabuk urushi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam buni Jayshul Usra deb atalgan. Tabuk g'azoti. Nima ish Jayshul Usra deb atalgan desa, Payg'ambar alayhisolamning qo'lidami bu qo'shinni tayyorlig'idek mol-mulk yo'q. Sahobalarning qo'lida ba'zilarida bor, hammasida ko'pinchisi yana jiq mol-mulk yo'q. Hatto ba'zi sahobalar minadigan etining yo'qligi, tugisining yo'qligidan yig'lab Payg'ambar alayhisolatu vasallamning qishig'i kelgan. Payg'ambar alayhisolam men sizni mindugidek uloq topolmayman, qaytib turing deb qaytgan voqealiklar Sura Tavbani o'qigan kishi buni ko'ra oladi. Xo'sh. Mushunda bir qiyinchilik bir vaqtda bo'lgan bir urush. Qanday qilish haqida masala saga vaqtida Hazrat Osmon radhiyallohu anhu 1000 oltin tangani akilib Payg'ambar alayhisolatu vasallamning itkiga tökkan deydi. Payg'ambar alayhisolam buni ko'rib naytdi. Xushallanib ketib Payg'ambar alayhisolatu vasallamning yuzi parqirab ma darra Usman ma amila ba'da al-yawm ma darra Usman ma amila ba'da al-yawm deb ikki qitim takror degan deydi. Yani Osman radhiyallohu anhuga bugundan keyin qilgan gunoh ma'siyatlar ta'sir ko'rsatmaydi. Nimish qadis Allohga yaraydigan bir ishni qilib oldi Hazrat Osman degan deydi. Yani mayli umum kishilar qiyinchilik holatda bo'lsin, mayli islomni muhofazat qiladigan, islom davlatini muhofazat qiladigan qo'shinni yo'lga solishda bo'lsin, sahobalarcha qalab to'maganligi, o'zining bor mulkini faqatlan zakatni berdim, amini bermayman emas. Zakatni ham beradi. Zakatdan tashqari yana mushu mol-mulki bilan faqir miskinlarga xayr ihson qilganligi, islomningki jangga jihad qilmagan qo'shinlarni qurollantirib xayr ihson qilib avatganligi nurg'un hadislarda, o'rnaklarda ko'rinib turibdi. Bugungi kunda nurg'un Uyg'urlarning ichida nurg'un baylar bor. Ammo biz bugun mayli yordam taqdidigan jamiyatlarimiz bo'lsin, bu baylarimizning ta'sirini bevosita ko'ramidik, balkim boshqa arqa perdedan xayr ihson qilayotgan bo'lishi mumkin. Bugungi kunda mayli Amerikadan, mayli Angliyadan, mayli Fransiyadan, mayli Kanadadan bo'lsin, boshqa davlatlardan, boshqa millatlardan xayr ihsonlar kelib Uyg'urlarningki iqtisodiy krizisiga shular hamdan bo'layotdi. Shuning uchun bugungi kunda Uyg'ur musulmonlarning ishidimi, mushunda iqtisodi bor, imkoniyati bor. Qarindoshlarimizni mushunda krizislardan sog'lom chiqib olishimiz uchun muajiratda yashayotgan, hamda amaliyotda bizning diyorimizdagi musulmonlarni qutqizolmadik. O faqir miskinlikka yordam qilolmadik. O singillarimizni qutqizolmadik. Amaliyot Alloh taolo ba'zilarimizga shunday nurg'un iqtisodni berdi. Chet elda hammamizning nurg'unlarimizning iqtisodi bor. Yani mushadimi, yani qilinmagan bo'lsa, Sharq Turkistondagi qiyinchilikni bog'liq qilinmagan bo'lsa, muajiratda Turkiyada, boshqa yerda yashayotgan qiyinchilik va muajiratdagi Uyg'ur musulmonlarimiz bor. Men mushu qarindoshlarimizninki qo'lidan tutib, bularga xayr ihson qilib, zakat bilan bog'lab qo'ymay buni. Xo'sh. O'zining meridan xayr ihson qilib, mayli ularning safosini ko'taradigan sahobat bo'lsin, ilmiy maydonlar bo'lsin, mayli faqir miskin bo'lsin, bütün sahalarga o'zining iqtisodini chiqarib, yaxshilik qilib olishni tavsiya qilamiz. Chunki bu fursat. Xo'sh. Chunki bu fursat. Ma'lum zamonlar keladi, men zakatimni beray desa, oladigan odam chiqmaydi. Ma'lum zamonlar keladi, xayr ihson qilib olay desa, qiladigan o'rin topolmay qoladi. Tek biz bir qancha yil burun mushadek nurg'un baylarimiz melini sanayolmaydigan holatda, qanchalik mulkining borlig'ini bilmaydigan holatda yashagan odamlar hozir po'kida mushaga chiqib, siz biz bilan o'xshash boshqalarning yordamiga ehtiyojli bo'lib qoldi. Bu davomul hal minal mahal deydi. Bir holatning davomlashishi mumkin emas deydi. Bu dunyo shunda o'zgarib turadigan dunyo. Shuning uchun mush fursatdan foydalanib Alloh taoloni rozi qildigan amallarni qilib olishimizni taqozo qildi hozir sharoitimiz. Alloh razı olsun. Ko'pdan ko'p rahmat. Hakikaten deganlardek şu
sahabelerninki hayatida bunu nurgullan örneklerini keltiriş mümkün. Hatta ki bir-birisi bilen besleşidigan derece yaxşılıkta. Ömer radıyallahu anh'ın Ömer Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın nimesin bağlıqı. Kaçan ben ötüp gitmeye yaxşılıkta dep devamlıq kelse Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ötüp ketkenlik hakkında. Hem de elbette hadiste şu kıyınçılıkta kağıllağı yardım belişinin ki faziletini Resulullah nurgun güzel hadislerde sözleydi. Vakit itibarı bilen nurgun hadislerini keltirişimiz mümkün, lekin bir hadisini de ötüp ketken basalmış yani. Hem de Peygamber aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anh'u rivayet kılan bir hadiste kıyamet günü bir ticaretçi Allah'ın aldığı hesap kıtatıldı. Allah subhanahu ve ta'ala o bendeden sen nimiş kıldı? Kılgan bir yaxşı işin var mı? Dep soraydı deydi. Soğan diken o bende ya Allah ben hiç kadar bir yaxşı işini kılmaptım. Dep bulab ama benim kol astımda işleydiğen hizmetçilerimge imkaniyeti bademge mühlet verenler. Ama katli yoksuzlardan çok ütü vetenler. Keçürüyütünler yani. Keçürüyütünler. Dep muşunun buyur yiti. Muş bir yaxşılığım ba digen deydi. Digen vaxtıda Allah subhanahu ve ta'ala tecavüzu anh yani adimi de onundan ütü vetenler Allah Teala bizden mi ütü yetiş mümkün digen deydi. Tecavüzu anhu leallallah en yetecavüze anna. Bu yoksuz adamlardan çok keçürüyütünler. Allah Teala bizden mi keçürü yetiş mümkün de muşunu kılıtın. Digen Allah subhanahu ve ta'ala periştilerge nimdeydi o. Sile ma bendemden çoğu. Bütün günah masiyetlerini köçürüyütünler. Ben apu kıldım bunu. Bize hakkılıktaydı. Bu bende, benim bendillerimden afu kılıp, keçürüm kılıp, kazlarını, kazını tölemige adamga keçürüyütün adamlarını, keçürüm kılıp etipken, ben bunun için elbette, ben ahlak. Ben sahi, ben emmedim bir hacet zat, onda boğandı ki, ben ma bendemden çoğu, bütün günahlarını ben köçürüyütüm. Digendeydi. Bu vaxtda nurgun hadisler var. Hoş. Yana Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bir hadisini asıl ütüle. Men neffese an muslimin kurbeten min kurabid dünya ferracallahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyameh deydi. Bu hadisin bakanda bir Müslümanın dünyadik bir kıyınçılığını Oqılıverse Allah subhanahu ve ta'ala kıyamet günü onun kıyametten kıyınçılıklarının çok bir kıyınçılıkını yetkizir diyen bir hadisli var. Ondan başka yana sahabeler Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kışığı kelip ya Resulallah kandak kişi Allah Teala'ya bek süyümlük qaysi amel Allah Teala'ya bek süyümlük dep soğa vaxtıda Peygamber aleyhissalatu vesselam nimdigen dese Allah Teala'ya en süyümlük kişi kim o dese insanlar en menfaat yetkizgen kişi değil. Meyli o maddi menfaat olsun meyli o manevi menfaat olsun. Hoş. Kişilerge menfaat yetkizgen kişi en suyumlik Allah Teala'ya. Dep bulab, andikin Allah Teala'ya en suyumlik amelle qaysiye dese, sen bir Müslümanın kalbiki kürgizgen xursalliken en suyumlik amel. Ya ki onundan bir muşakkatini etiyetişen, ya onun qazını ada qıp qoyuşun, ya ki onundan bir açaçılığını ketkizip etişen. Hoş. Ya ki bulmasa, muşunun qoşuş bir kıyınçılıkını yok kılışın, Allah Teala en suyumlik dep bulab, Peygamber aleyhissalatu vesselam, men bir kardeşimnin hacetini ada kılış yolunda menişim, muş mescitte yani Peygamber aleyhisselam'ın mescidinde bir namaz okusa, 1000 rekat namazga, bir rekat namaz, 1000 rekat namaz uftu kildiğen fazilette. Şunda mescitte ibadet kılığından, itkap kılığından bir kardeşimnin hacetini ada kılıp menişim çoğu. Men üçün suyumluk diyen Peygamber aleyhissalatu vesselam. Şuna, kandak bir adam, bir Müslümanın ayıpını yögen bolsa, ya ki bir Müslümanın ki yüzü icra kılalaydıgan gazibini yutkan bolsa, Allah Teala kıyamet günü onun kalbini nurgu toldurdu dedi. Nurgun, muşdan okşaş, nurgun hadisler var, hazır vakit münasebetiyle bu hadisinin hemmisini depolanmayımız. Men bu güzel ahlakla. Hoş. Güzel ahlakla insanga nur ata kılıdı. Onun ki Allah Teala'nın dergahıydı ki savaptan boğan ihtiyati zapas savabını köpeytirdi. Ama yaman ahlakçı amelinin savabını köydürdü. Yaman ahlak degen nima o dese, bexillik qilib elish, bamay turib elish,
Başkalarının açıkçılıkını his qilmaqlik. İslamның ta'limatları nima? Peygamber aleyhisselam sahabeler bunda qiyin ahvollar qanday muomala qilgan. Buni o'rnak etmay, bexillik qilib, bu meningki Qarunga o'xshash men topgan. Buning hech kimning haqqi yo'q. Dedi Allah Taala ahirette yeg yetkizibdi. Uni va uning melini bütün yeg yetkizibdi. Dunyoda yetkizibdi. Shuning o'xshash xuddi sirka asalni buzgandek yomon axloq amalni buzadi deydi. Xo'sh. Allah razı olsun hamda ahirda müşahede bu sözlerden şu narsamda isim keldi hazırmış. Hem biz şu salihlarning hayatını o'qigan vaqtimizda ilgirki o'tgan nurg'un salihlar. Hatta shu zamonda yashayotgan nurg'un taqvodor kishilarning baylaniki qilmoqchi bo'lgan cho'ng bir ishlarni xalqining ishidagi qiyinchilikni ko'rib voz kechib masalan aramga boradigan bu ishlarni qilmaganligi haqida bir narsani o'qiymiz hamda. Bir de xalq qiyinchilik tortayotgan vaqtida har qanday bir millatning boylari albatta ularning ustiga tushadigan vazifa ig'irlashadi. Shunday mezgilda ba'zi odamlar vardı. Her yıl digidek fursat bo'lsam nafli ömrüge boradigan, nafli hajga berib necha oy shu yerda o'tkazib qildigan kishilar vardı. Mushu qiyinchilik sharoitlarda shularniki ashuna qilishi to'g'rimi? Garchi ibodat bo'lsin, nafli bo'lsin. Biz xalqimizning ishida olsun, başka sorularda olsun davamlıq sözlep geldik ama kişiler yana yüzü köngen ibadetini qilib kelyotidi. Xo'sh. Yani en savaplı emas, yüzü könep qalgan ibadetini qilib kelyotidi. Nafli haj qilish, har yili umra qilish. Mana bu ishdan bir ikki jopning to'yini qilib qo'yib, bir ikkisini uyga akirib qo'yishning savobi eshib ketadi. Endi farz haj insonning umrida bir qatim farz bo'lgan bir hajni ado qilish, bir musulmon imkoniyati yor bergan vaqtida, iqtisodiy yetgan vaqtida, yo'l amin bo'lgan vaqtida, berib kelgich xotirjam bo'la olgan vaqtida buni qilish har bir musulmonning kechiktigili bo'lmaydigan, kechikto'si bo'lmaydigan qilish tegishli farzning birisi ado qilmas bo'lmaydigan. Ammo bir qatim farz hajni ado qilib bo'lgandan keyin musulmonlar ocharchilik qilayotganda, o'quvchilar o'ziga yetkidek burs tepib o'zining o'qishini davomlashtirmayotgan vaqtida yaşlar toy qilay desa, toyliq topolmagan, toyliq topsa, uyning ijaralarını beradigan ta'minot topolmagan, shunday qiyinchilik paytda nafli haj qilish yoki umr qilishdan ma ishlarni qilish afzal. Biz buningga o'rnak ola olamiz. Abdullah ibn Mubarak tabi'inlarninki kattalarining biri, sahabelardan bir qanchasini ko'rgan kishilarni tabi'in deb ataydi, atalg'uda, shariat atalg'uda. Tabi'inlarning ham jihad qiladigan, ham haj qiladigan, hem ta'lim tarbiyalarga shug'ullangan, shumuli menda umum hamma xizmatni qilib kelgan menda katta tabi'inlarning biri Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak bir karvonda ketib bordi deydi, hajga mangan deydi. Hajga ketib berib, qarasa bir usharliq o'lab qolgan, ashullar ichida to'qidek, o'rdakdek bir narsani elib olgan. O'lab qolgan bu narsani axlatxonaga tashlab o'tgan. Tashlab o'tgandan keyin karvonning kaynidan Abdullah ibn Mubarak menib ekan. Bir qizvonning kelib, tapini tashlab etilgan, o'z o'lab qolgan narsani akirib qolganligini ko'rgan. Shuni bilan to'xtabdi deb bu qizning kaynidan basa, bir uyga akirib buni jungdab, yeyishga tayyor bo'lganligini ko'rib, "Voy, bu nima ish qilyapsiz?" desa, "Men, mening onam mush uyda yashaymiz. Bizning bu qabilimiz, bu rayondagi kishilar yigidek ta'minot yo'q, hammamizga qaychilik yuz berdi. Bizga faqat shunday karvonlar o'tib ketib berib tashlab qo'ygan, mayli tofi olsin, mayli yemikidan qoldiqlari olsin, mushuni yeyishdan boshqa choramiz yo'q, menda yashab qoldik" degan deydi. Degandan keyin Abdullah ibn Mubarak radhiyallohu anhu bundan ta'sirlanib karvonlarni to'plab, bütün biz yutumizga qaytqidek ta'minotimizni ep qilib, hajga ep chiqqan ta'minotimizning pul-mollarimizning hammasini cho'mish qabilaga taqtinglar deb taqib o'tib, bu yil bizning hajjimiz mushu deb qaytib ketgan. Bizning qilgan hajjimiz bu yil mush haj bo'ldi ona deb qaytib ketgan. Shuning uchun Uyg'ur xalqining ichida biz davomli da'vatimiz, har so'rinda da'vatimiz, ammo qolsak yana umr ketib qolgan, haj qilib bo'lgan faloni hajim da'vatga odamlar yana berib umr qilib haj qilib keldim da'vatgan, bunda ahvollarni ko'rsatamiz. Ba'zi o'zimiz taniydigan odamlarga biz malomat qildik. Qanday odamsizlar? Ulamolarni artistga o'xshab so'ziltisizlar. Uning kaynidan o'zingni bilganini qilamsizlar. Sizlar ulamolarni hurmatlash dasturxon bo'lmaydi, ulamolarning qilgan tavsiyalariga amal qilish bilan bo'ladi. Shuning uchun xalqimizningki bu yerda ikki masala bor. Biri,
muhacirat yaşayotgan, qiyinchilikda yaşayotgan xalqimiz bor. To'y qilinmayotgan yoshlar bor. Bular tuyuq yo'lga dastlab qolsa, oqibati maqtalmaydigan ishlar kelib qolsa, buningda birasi gunoh uchun sherik bo'ladi. Burisini joy topolmay, o'qish puli topolmay maktablarni davom qilmayotgan o'quvchilar bor. Mushunda paytda bu bir mesele. İkinci bir mesele, xotirjam berib qaytib kelishi noma'lum bo'lgan bir ish bor. Ko'pincha Xitoy pasporti bilan umr qilyotdi, Xitoy pasporti bilan hajga menyapti. Berib tutilib qolgandan keyinlamchi Xitoyga qaytarib yetish bir ehtimoli bor. Bu yerda inson Alloh subhanahu va taolo har bir musulmonga farz qilgan farz hajga yo'lning emin bo'lishini shart qilgan tursa, iqtisod bilan birga. Bu naflaj qilman yoki umr qilaman deb o'zimizni bunday tahlikaga etish, ondan tutilib qolgandan keyin butun jamiyat tashkilotlarini tillash, haqorat qilish, meni qutqazmadi, yo'l mangmadi deb ayplash, bunday ahvolga o'zimizni duchor qilish, mana bu aqlona musulmonlik emas. İslam bizni nerede turun dese şerde turadigan, nima ishni qiling desa shuni qiladigan musulmon bo'lishimiz, ondan keyin haqiqiy musulmonlik bo'ladi. Bu yerda o'zimiz ko'nab qolgan ibodatni emas, Manın savabı yuqori deb delil paketlan bir ahli ilm qo'yib bersa, shu savobni qilish, gar shuhrat olammasaqmi, nom qozonammasaqmi, boshqalar ko'rmasimi, buni qilib qo'yash, meni bu haqiqiy musulmondarchilik bo'ladi. Shunga hozir nafl haj qilayotgan, umr qilayotgan qarindoshlarimizga ehtiyot qilishga tavsiya qilaman. Biri Xitoy pasporti bilan borgandan keyin tutib olib qaytarib yetish ehtimolligi bor. Hozir tutilib qolgan 4-5 qarindishimizning oqibatini qanday bo'lishini bilmayotimiz. Bunda paytda haj qilimi deb berish shu o'zini ibodatga emas, tahlikaga, xatarlik atqanlik bo'ladi. Ikkinchi birisi, hozir mushada nurg'un haqiqiy qiyinchilik bor, qarindoshlarimiz bor. Sen boshqalarga ishonmasang, o'zingninki urug' tuqqanlari, qo'shnilari, do'stlaringdan tasbit etib buni, shunda haqiqiy qiyinchilikda qolgan kishilarga yordam qil. Bugungi kunda bir kishi ishlab 5000 TL maaş alsa, bu adamın üye hazır 2.000 3.000 TL olub ketdi hazır, baha götürüldü de. Onun 4-5 balası olsa, bu 5.000 TL bir insan qanday yetidi? Onun tok faturaları 1000 TL çıksa, qanday yetidi? Men bir adam, men qiynaldım deb jaseli şart emas. Bir adamның sen qanchalik ish qilyapsan, nima ish qilyapsan, iqtisoding bormi, kiriming bormi? Buni tasbit etgandan keyin yo'q desang, mush qiyinchilik ekan. Deb buni jasammasaqmichu, qarindishim, mana sen hajligin deb berib, bunun haqqida haj qilganning, umr qilganning, nafl haj qilganning o'rnida mushunda ishni qilish yoki o'zimizning nurg'un qarindoshlarimizning ota-onasi vatanda qolgan qizlari, o'g'illari va to'y qilmayotgan. Men mushuning to'yini shu bu yil zakatim bilan yoki zakatni berib qo'ygan bo'lsam, Alloh bergan ma imkoniyatlar mushuni men qilib qo'yay. Umr qilgan nafaqa qanchalik ketsa, masalan 10.000 TL ketsa bir odamga, men ma ikkisining to'yini men qilib qo'yayman, egolab. Deb mushunda ibodatni nima qilmaymiz. Shunga xalqimiz men degandek savob cho'ng savob bo'l degan ibodat emas, o'zi ko'ngan ibodatni qilib kelyapti. Meni bu haqiqiy samimiy musulmondarchilik emas. Samimiy musulmondarchilik islom bizni yugur deganda yugura oladigan, to'xta deganda to'xtay oladigan, muomalni hozir qil deganda vaqti degan qiladigan, hozir buningda ma afzal degan vaqtida buni qila oladigan menda bir musulmon bo'lsak-chi, bu vaqtda haqiqiy imanimiz bizni kontrol qilgan menda bir musulmon bo'la olamiz. Köpten köp rahmetullah razı olsun. Evet, güzel şüpheli. Müşahede ettiğim basak programımızda. Kadirli görmelerimiz şuna kalıp bugünkü bu temamızın müşahede ahırlaştırsak nayeti güzel içip belirdi. Ben bir gapni qo'shib qo'yay. Bu bahaning ko'tarilishini ilgirki kishilardan bo'lgan bayatın degandek. Birisining qashig'i hozir bir tal non, bir ekmek deymiz endi, bir tal non 1000 tanga ulab ketibdi desa, meni onun g'amim yo'q deb javob beribdi ekan. Ilgirki salaflardan birisi. Nima ish qiladi desa, Alloh meni Alloh xohlagandek ibodat qilishga buyurdi. Men o ibodatni qilsam Alloh taolo uchun o'zi xohlagandek rizq berishga Alloh kepil degan. Biz o baha ko'tarilib ketdi deb jaza qilib, o'zimizni tosh urib, bosh urib bunday qilishimiz bilan shu ish o'zgarmaydi. Bizni bir xil ishonch, bir xil tavakkul Allohga bo'lgan. Allohning Razzaq ekanligini buning bo'lgan iymon bo'lish kerak. Shunga bizdan nimani talab qildi Alloh desa, "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Alloh bizni yaratishdagi maqsad, bizni Alloh o'ziga ibodat qilish maqsadida yaratdi.
Bizning qo'limizdan keldigani Allohga ibodat qilish, qulchilik qilish. Ammo rizq berishni uchun Alloh taolo o'zi kepillik qildi. Innalloha huvar razzaq zul quvvatil matin. Yani ma uridu minhum min rizqin ve ma uridu an yut'imun. Men ulardan rizq berishni, men taom berishni talab qilmayman. Deb bilib Alloh taolo chu haqiqiy kuchlik rizq berguvchi zotdir deydi. Şun biz musulmonlardan kildigan ishni bo'lamiz. Qo'limizdan keldigan sababni qilamiz. Oxirisida Allah meni o'ziga loyiq qulchilik qilishga buyuribdi. Men mush qulchilikni qilsam-chu, hatto bir non 1000 tillaga o'sib ketgan taqdirdimi, menga yetkidak rizqini meni boy qilishni emas, mening ehtiyojimni qamdigidek, mening ochqanmigidek shaklda rizqimni berguvchi Allah degan bunda bir e'tiqod, tavakkul, ishonchning bo'lishini xalqimizdan umid qilaman. Allah subhanahu va taolo va tavasav bil haqqi va tavasav bis sabr deb buyruq qiladi. Sizlar haqq tavsiya qilishinglar bir-biringizga sabrga tavsiya qilishinglar deydi. Mu'min degan sanaladi. Sanalgan ekan buning uchun sabr qilib, maydonimizdan, o'zimizning prinsipimizdan tayib ketmagan asosdan mustahkam turib, axloqimizdan, iymonimizdan tayib ketmagan asosdan mustahkam tursak, Alloh subhanahu va taolo bizning qiyinchiliklarimizni hal qilishga o'zi kepil. Rahmat, Allah razı olsun. Amin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib haqiqatan bugungi so'zlangan temada nurg'un masalalarni bilib olgan bo'ldik deb qarayman. Chunki başta so'zlab xulosasiga vaqtimizda mayli paravan bir shaklda yashayotgan bo'laylik yoki qiyinchilik holatda yashayotgan bo'laylik, har ikki sohadagilarningki cho'ng bir imtihonda ekanligi, bu nazarda qargan vaqtimizda men mushu imtihondan qanday qilsam Alloh rozi bo'ladigan shaklda o'talayman deganni ko'proq o'ylaymiz albatta. Bu şekilde o'ylagan vaqtimizda mayli boylar bo'lsin, mayli kambag'allar bo'lsin, to'g'ri pozitsiyada tutib ma'olaydi deb qaraymiz. Rabbim har birimizni shu islomimizning, dinimizning ko'rsatmasi bo'yicha ma'odigan, Rabbim rozi bo'ladigan shaklda maydon tutadigan mu'minlardan qilishini Allohdan tilaymiz. Shunday qilib barliq dunyodagi musulmonlarning beshiga kelayotgan barliq qiyinchiliklarni Rabbimning fazli bilan ko'tarib o'tishini ham umid qilamiz. Alloh umr bersa, yana bir sonda boshqa bir tema bilan ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.